Bir qo'limda onaman, bir qo'limda ayolim. Shu qiliqmen. Shu gulingni puliga 1 kilo go'sht olib kelsang, qavurib yerdik, hammani og'zi tegardi. Hozir bu guling so'laydi, ana borda ana qo'yga berasan keyin. Qizilcha qilib yerdik, mazza qilib shu gulni puliga. Dada ketdik, taksi gaplashdi. Men bormayman. Nimaga? Shu taksini puliga 1/2 kilo dumba olsang, bir qillatib mantiq qilardik. Hey, 1 soatdan keyin tuvat huzurini ko'rasiz dummangizda. Avtobusda boramiz. Qolgan puliga dumba olamiz, piyozcha bilan o'zir ketadi. Qoching. Sadaqa manga, o'zing dumbang yo'q, yana aniq qilasan. Dumba yaxshi-da, dumbaga ukol qilyapti odamlar. Hey, o'g'lim, shaharga bir kelib qolibsiz, konsertga betob bir kiraylik. Konsertga balo bormi? Uni puliga bitta qul olsak bo'lmaydimi? Endi go'shtni mazza qilib yerdik. Bu konsertning yotubiga chiqadi, tekinga ko'ramiz. Yur. Kelin, aptekadan nima dori olding? Haligi toksikoziga dori oldim. O'ldiribsiz. Shu dorini puliga 1 kilo jigar bilan charva olib qovursak, ana immunitetni ko'tarardi. Biz ham toksikoz edik, biz ham yer edik. Qornim ochidi demoqchi edim. Kulmang, astag'firulloh. Bugun seni kuning sevgilim. Nima qilyapsizlar, nima qilig'ingda bu yer? Kuning sevgilim. Nima qilganinlaring? Sizni sevaman, dada. Sevmayol. Nima bu? Nima shuncha xarajat, shuncha pulni o'rniga? Hey, dada, shoshmang. Tug'ilgan kuningizga Aziya Luxdan Turkiyaga sayohatga tur oldim. Oilaviy borib kelamiz. Joylar bolam. Shuni puliga bitta buqa olib, mazza qilib so'yib yesak bo'lmasmidi? Bo'ldi-da, dada. Qachongacha buqa olaylik, go'sht yeymiz deb umrimiz o'tib ketadi. O'zimiz uchun ham yashaylik. Men bu biletlarni ranni prandervoronni qilib olganman. Nimalar bilibsizmi? Erta bron qilish degani. 31-martgacha Turkiyaning Antaliya, Alaniya, Bodrum shaharlariga 50% sketkada tur sotishyapti. Keyin narxlar ko'tarilib ketadi. Eng zo'ri havo yo'llarida uchasiz. Malades, zo'r ish qilsam bo'lam. Qolgan 50% yoningda qoldimi? Mana yonimda turibdi. Shu pulga bitta qo'chqorni olib, Antaliyaga borib so'yib, shariklaridan Go'shtdan deymas ekansiz, bitta zo'r chiqadi lekin.